Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan biz hamma so'zlarini sahih rivoyatlarda kelganlarni tasdiqlamoqligimiz kerak. Shu o'rinda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga olib kelgan yo'llarning ichida biz ko'proq bu haqda bir munoqasha qilmagan darsimizdan bittasi Alloh subhanahu va taoloning ba'zi sifatlari Qur'oni Karimda va hadis-i muborakda kelgan sifatlarni albatta biz tasdiqlamoqligimiz kerak. Kayfiyatini, ya'ni qanday bu sifatni, kayfiyat holatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. O'zining zotiga loyiq suratdadir deb bilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda yadullohi fawqa aydihim, Allohning qo'li odamlarning qo'lini ustida bay'at o'rnida kelgan. Demak, yadni isbot qildimi? Biz ham yadni isbot qilamiz. Yad ya'ni o'zbek tilida qo'l degani. Lekin u qo'l biz ko'rgan mahluqlardagi qo'lga o'xshagan deb bilmaymiz. Bu qo'l qanaqaligi o'zining ulug' zotiga loyiq bo'lgan yad ya'ni qo'li bor deb isbot qilmoqmiz. Yawma yukshafu an saqin, saq kalimasi ya'ni bizda boldir deymiz. Biz bir ko'rgan boldir emas. Alloh subhanahu va taoloning zotiga loyiq bo'lgan soq ya'ni boldirni isbotlamoqligimiz kerak. Xullas, Qur'oni Karimda va hadis-i muborakda sobit bo'lgan sifatlarni isbotlaymiz, kayfiyatini bilmaymiz. Tushunarli bo'ldimi? Agar mana shu sifatlarni isbotlamaslik juda bizni yomon oqibatga olib boradi. E'tiqodimizga putur yetkazadi. Mana bu sifatlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo o'zining samo ya'ni osmonda ekanligini bayon qildi. Qur'oni Karimda ilayhi yas'adul kalimut tayyib wal amalus solih yarfa'u. Allohning huzuriga kalimut tayyib ya'ni pokiza kalimalar, zikrlar, amali solih ko'tariladi. Yarfa'uhu, Alloh o'zi uni ko'taradi. A amintum man fis samai, osmondagi zotdan xotirjanmisizlar? Demak, nas Qur'oni Karim bizga Alloh subhanahu va taoloning samo osmonda ekanligini bayon qilyapti. Lekin biz u kayfiyatini bilmaymiz. Samo oliylikdan kinoyadir. Ya'ni yuqori oliylikdan kinoyadir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana muttafaqun alayhi hadisda ala ta'manuni va ana aminu man fis samai ya'tini khabarus samai sabahan va masaan. Menga ishonmaysizlarmi? Men osmondagi zotning omonatdor kishisiman dedilar. Demak, bu hadislar sahih hadislar, muttafaqun alayh bo'lgan hadisda sabit bo'lyapti. Biz bunga e'tiqod qilmoqligimiz kerak. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo osmonda degan e'tiqodni bilmoqligimiz kerak. Lekin kayfiyat, qanday kayfiyati bizga ma'lum emas deb bilmoqligimiz kerak. Shu o'rinda Abu Hanifa rahimahulloh o'zlarining bu ba'zi so'zlarni keltiraman. Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlar, Aqidatu Tahawiyani sharhida: "Man qala la a'rifu rabbi fis samai aw am fil ardi faqad kafara. Li'anna Allah yaqul ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa 'arshuhu fawqa sab'i samawati. Fa in qala innahu 'ala al-'arsh ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أو أم في الأرض قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر لأن الله أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل." أبو حنيفة رحمه الله كان يقول kim Rabbimni osmondami yerdami bilmayman deb e'tiqod qilsa iymondan chiqadi, kofir bo'ladi degan ekanlar. Shuning uchun biz nas Qur'oni hadisda sobit bo'lgan so'zlarni biz o'zimizda e'tiqodan bu narsa ko'rinish kerak, birodarlar. Biz ko'p narsa o'qiganimiz bilan oddiy bir aqidaning asosidan bilmasdan yashab qolmasligimiz kerak. Imom Malikdan Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa, ya'ni Imom Buxoriy Kitobut Tavhidda Abul Aliya va Mujohiddan Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa istavoni tafsirida ala va irtafa'a, ya'ni oliy va yuksalgan degan ma'noda bergan ekanlar.
Ar-Rahmanu alal arshi istava dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taolo a'loi illiyin, ya'ni eng oliy maqomda ekanligiga dalolat qiladi. Shu narsadan biz e'tiqodimiz shunday bo'lmoqligi kerak. Mana bu ham kitob-u sunnatda kelgan Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini isbot qilganligimiz qatoridagi e'tiqodlar jumlasidan bo'lmoqligi kerak. Bizning haqiqiy ahli sunnat val jamoat e'tiqodotidagi e'tiqodotlar kitob-u sunnatda kelgan Allohning sifatlarini isbot qilamiz va shuni kayfiyatini biz Alloh subhanahu va taologa tafviz qilib topshiramiz. Tushunarlimi? Mana bu narsani biz hammamizning e'tiqodotimiz shunday bo'lmoqligi kerak.